Hammaga assalomu alaykum. Koreyada joylashgan 10 yillik hamkorimiz Wosong universiteti bo'yicha 3 kunlik tripimiz. Birinchi kun bo'yicha ozgincha informatsiya berib o'tamiz. Bular ko'rib turganingiz hammasi Wosongning o'zining zdaniyalari hisoblanadi. Birinchi kun bizda ochilish marosimida broshuralar berishdi va ozgincha universitet bo'yicha informatsiya berib o'tishdi. Bu universitet bo'yicha biz qancha ma'lumotga egamiz, bir hammasi bilan tanishib oldik. Undan keyin Endicott kampusiga bordik. Bu yerda asosan ingliz tilida o'tiladigan fakultetlar bo'ladi. Misol uchun AI, Business, Management shunga o'xshagan yo'nalishlar. Wosong universitetida asosan darslar 100% ingliz tilida bo'ladi. Agar siz xohlasangiz koreys tilida ham darslarga qatnashishingiz mumkin. Ya'ni sizda topik 3 bo'ladigan bo'lsa, bakalavr yoki topik 4 bo'ladigan bo'lsa, magistrga topshirsangiz bo'ladi. Ikkinchi navbatda biz Wosong Towerga bordik. Wosong Towerda asosan kunlari bo'yicha Hotel Hospitality bo'yicha darslar o'tiladi. Asosan biz bu yerga obed qilish uchun, ya'ni lunch qilish uchun o'tganmiz. Lunchda ham asosan studentlar tomonidan, professor tomonidan tayyorlangan premium klass darajadagi lunchdan tatib ko'rdik va bu yerda tushuntirib berishyapti bizga muslim yoki non-muslim ovqat tanlash imkoniyati borligini. Studentlar bizga serv qilishdi, kerakli narsalarni tushuntirib berishdi, ovqatlar bo'yicha informatsiya berib o'tishdi. Alohida yana professorning o'zlari ham bizga tashrif buyurib, ovqat qanday tayyorlanishi bo'yicha ozgincha informatsiya berib o'tishdi. Va biz desert qabul qildik. Desertdan keyin darslar o'tiladigan boshqa kampuslarni ham ko'rishni boshladik. Bu yerda ham shu asosan Hotel Hospitality bo'yicha hamma xonalarni bitta-bitta ko'rib chiqdik. Qanaqa darslar o'tilishi asosan ko'rib turgan bo'lsangiz, hech qanaqa oddiy darslar xonalar bo'lmaydi. Bu yerda hamma narsa amaliy tarzda ko'rsatib, tayyorlab hamma narsani o'rgatishadi. Shu hisobida bizga ham yana alohida bitta shu master class qilib berishdi. Ya'ni studentlarga xuddi shunaqa tarzda dars o'tishadi. Va yana ovqatlarni tatib ko'rdik. Keyin yana boshqa darslar bo'ladigan xonalarni ham bitta-bitta tekshirib ko'rib chiqdik. Bu yerda hozir shunaqa studentlar yo'q yoki dars bo'layotgani yo'q, chunki hozir ta'til, mart oyidan darslar hammasi boshlanadi. Undan keyin oxirgi navbatda biz dormitoriyaga bordik. Dormitoriyaga borguncha hamma universitetlarning kampuslari bilan ko'rib, tanishib o'tib chiqdik. Bu yerda studentlar bemalol futbol o'ynashi mumkin bo'sh vaqtlarida, misol uchun studentlar bir-birlari bilan va dormitoriyaga keldik. Dormitoriyada asosan o'g'il bolalar va qiz bolalar uchun alohida zonalari bo'ladi va har bitta zona tarafda o'zlariga alohida jimlari ham bor. O'g'il bolalar uchun, qizlar uchun alohida xohlagan paytlari bo'sh paytlar chiqishlari mumkin va dam olishlari uchun, dars tayyorlash uchun alohida xonalari ham mavjud har bitta etajda bor. Bundan tashqari o'zlari uchun kerakli bo'lgan printerlar va kerakli hamma sharoitlar yaratilgan. Kafeteriyaga, ya'ni ovqatlanish uchun xohlasangiz siz o'zingiz ovqat qilishingiz mumkin bu yerda yoki siz pulga sotib olishingiz ham mumkin bemalol. Sizga bog'liq qaysi bo'lishi va siz yotoqxona sotib oladigan bo'lsangiz, sizga bir martalik ovqat qo'shib beriladi. Xohlasangiz ertalab zavtrak olishingiz mumkin yoki obed qilishingiz mumkin yoki ujin qilishingiz mumkin. Va studentlarning xonalari ham bitta-bitta ko'rib chiqdik. Bu yerda hozir qisqacha 2 kishilik xonasini bitta videosi bor. Viewga gap yo'q, oynadan qarasangiz polностью shahar ko'rinib turadi. Hozir ko'rib turganingiz faqat main kampus hisoblanadi. Bundan tashqari yana ikkita kampus ham bor. Ularni ham keyingi 2 kun davomida ko'rib tekshirib o'tamiz. Ertaga asosan AI bo'yicha va ingliz tilida o'qiyotgan studentlarimiz uchun koreys tilini qanaqa o'rgatishlari bo'yicha informatsiyalar berib o'tiladi. Agar sizda yana qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa yoki grantlar bo'yicha informatsiya olish xohlasangiz, siz bemalol bizga onlayn yoki offlayn tarzda bemalol o'zingizga kelib ma'lumot olsangiz bo'ladi.